Bugungi hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz Shayboniylar hukmronligi davrida Buxoro xonligida yer suv munosabatlari. Bugungi mavzumizning rejasi Mavronahrda Shayboniylar sulolasi hukmronligining o'rnatilishi va sulola hukmronligi davrida siyosiy tarix. Ikkinchisi Shayboniylar davrida yer suv munosabatlari. Biz o'tgan darslarimizda har bir mavzuning manbashunosligi, tarixshunosligi bo'lgani kabi bu mavzumizning tarixshunosligi, ya'ni Buxoro xonligi, ya'ni Shayboniylar davrida mavjud bo'lgan yer suv munosabatlarini o'rganishga qaratilgan. Ikkinchi manbashunosligi esa bu Yakubova, Shamsiddinov, Rizayevlarni mana shu mavzuga oid bo'lgan juda ko'plab ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Mavronahrda Shayboniylar sulolasi hukmronligining o'rnatilishi mazkur sulola hukmronligining siyosiy tarixi nimadan iborat? Biz bilamizki, o'z davrida dunyoni larzaga solgan qudratli Amur Temur davlati Temuriy shahzodalarini hokimiyat talashib, o'zaro urushlar oqibatida parchalanib, inqirozga yuz tutdi. Bundan foydalangan Dashti Qipchoq hukmdori Muhammad Shayboniyxon 1451-1510-yillar o'z qo'shinlari bilan, ya'ni 15-asrning oxirida Turkistonda yurishlar uyushtirib, ya'ni O'tror, Sabron, Yassi shaharlarini, 1500-yilda Samarqand, Buxoro shaharlarini bosib oldi. 1501-yilda esa Zahriddin Muhammad Bobur qo'shinlarini yengib, ikkinchi marta Samarqand shahrini egallashga muvaffaq bo'ldi. Albatta, Shayboniyxon, ya'ni biz bilamizki, 1503-yilda, ya'ni Mahmudxon, Ahmadxon, Bobur boshliq turklar, Mo'g'ullar va qalmiqlarning birlashgan qo'shinlarini yengib, Toshkent, Shohruqiya shaharlarini, 1504-yilda esa Farg'onani, 1506-yilda janubda Hisor, Balx, g'arbda Xorazmni egallagandan keyin butun Turkiston uning ixtiyoriga o'tdi. U Samarqandni o'ziga poytaxt sifatida tanladi. Buxoroni avvalambor ukasi Mahmud sultonga, Toshkentni ya'ni amakisi Kuchkunji xonga, Suyunch xo'jalarga ixtiyoriga berdi. Shundan keyin Shayboniyxon e'tiborini Xurosonga qaratdi. 1507-yilda Shayboniyxon shimolda, ya'ni qozoqlarga zarba berib, o'zini oliy qo'mondon deb e'lon qildi. 1510-yilda Eron shohi Ismoil Safaviy Xurosonga yurish boshladi. Ayni paytda Shayboniyxon ham Mavronahrdan yordamchi kuchlar kelishini kutmasdan, ya'ni Safaviyga qarshi urush e'lon qildi. Murg'ob daryosi vohasida bo'lgan hal qiluvchi jangda Shayboniyxonning 1700 kishilik qo'shini yengilib, uning o'zi asir olinib qatl etildi. Bundan keyin Bobur o'zining Ismoil Safaviy vassaliga o'tganligini bildirib, uning yordamida Samarqandni egalladi va shaharda Jome masjidida Shoh Ismoilning nomini qo'shib xutba o'qitdi. Shayboniylar davrida yer suv munosabatlari qanday bo'lgan? Biz asosiy e'tiborni bunga qaratamiz. Shayboniylar davrida sug'orma dehqonchilik tizimiga alohida e'tibor qaratildi. O'rta Osiyoning sug'orma dehqonchiligining muhim manbalari bo'lgan Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Murg'ob daryolari va ularning irmoqlaridan samarali foydalanishga harakat qilingan. Mehmonnoma-i Buxoro asarining muallifi Sirdaryo haqidagi ma'lumotda bu daryoning kechuv joylashgan, ya'ni irmoqlardan ko'plab anhorlar qazilganligini va ularning suvining, ya'ni atrofdagi ekinzorlarni sug'orishda foydalanganligi ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, Shayboniyxon davrida Zarafshon daryosi qurilgan bo'lib, ya'ni 1502-yilda, ya'ni ko'prik suv ayirg'ich vodiy bo'ylab suv taqsimotini yaxshilashga xizmat qilgan. Albatta 16-asrning 80-yillarida, ya'ni Abdullaxon II
ning farmoni bilan Nurota tumani markazidan 65 kilometr, ya'ni sharqda eski Oqchop qishlog'i yaqinidagi Beklarsoy darasida bunyod etilgan to'g'onni aytishimiz mumkin. Bu to'g'on Abdullaxon Banda ham, ya'ni o'z davrining murakkab muhandislik inshooti edi. Chunki u suv to'planishi va sarflanishini hisobga olib, ya'ni to'g'on silanit toshlardan qurilgan bo'lib, uning suvga chidamli maxsus ganj qorishmasi qir bilan, gillar bilan biriktirilgan edi. To'g'on haqida gapiradigan bo'lsak, to'g'onning uzunligi ya'ni 73 metr, yuqorida 85 metr, balandligi 14,5 metr. Bunda suv bosimi, uning ya'ni suvning ag'daruvchi kuchi hisobga olingan holda to'g'on asosining qalinligi 15,3 metr, ya'ni ustki qismi 4,5 metr qilinib zinapoya shaklida qurilgan. Suv omborining uzunligi 1,5 kilometr, eni 75-125 metr. Abdullaxon bandida taxminan 1,2 million kubometr suv to'plangan. Suv ombori quyidagi joylashgan, ya'ni Jilon, Tamg'ali, Oqchop, Kamar, bundan tashqari Ravot, Soykechar, Arganji qishloqlarining aholisiga tegishli bo'lgan qariyb 1,2 ming gektarga yaqin yerlarni sug'orish imkoniyatini bergan. 16-asrning ikkinchi yarmida asosan Abdullaxon II hukmronligi davrida Zarafshon daryosida qurilgan, ya'ni Puli Karmana, Puli Mehtar, Puli Jondo va boshqa sug'orish inshootlari. Ya'ni Zarafshon daryosining Jizzax vohasi tomon qazilgan, ya'ni Tuyatartor kanali, Murg'ob vohasidagi Hovuzixon suv ombori, Murg'ob daryosidan Marv atroflarida, ya'ni suv chiqarish maqsadida tortilgan kanallar, sug'orish tizimi, daryolar suv taqsimotini yaxshilashga xizmat qilgan. Ya'ni biz bilamizki, ya'ni bu davrda joybor shayxlariga tegishli yerlarni kengaytirish, bu yerlardan olinadigan daromadlarni oshirish maqsadida Vaxsh daryosidan bir necha yil avval kanallar qazilgan. Katta kuch talab qilingan bunday kanallar qurilishida asosan mehnatkash aholining gardaniga tushgan. Bu davrda irrigatsiya inshootlarining qurilishi, eskilarni ta'mirlanishi, qishloq xo'jaligida sodir bo'lish, qishloq xo'jaligida ya'ni jonlanishga, qishloq xo'jaligidagi olinadigan, ya'ni mahsulotlarni, ekinlarni, hosilning oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Shayboniylar istilosidan keyin O'rta Osiyoda yerlarning asosiy qismi davlat ixtiyoridagi yerlar, ya'ni Amloki podshoh, Amloki sultoni deb atalgan. Tarixda biz bilamiz, Mulki Divon nomi bilan mashhur bo'lgan bunday yerlar Buxoro amirligida, Xiva xonligida, ular tugunga qadar mavjud bo'lgan. Ya'ni amlok yerlari bu ekin ekiladigan yerlar, yaylovlardan tashqari shaharlarda jamoatchilik tomonidan foydalanadigan yerlar. Ba'zan undagi 200 inshootlar ham kirgan. Ya'ni davlat yerlariga ishlov berilmaydigan yoki tashlandiq xo'jasiz yerlar, bu o'lik yerlar, ya'ni zamini mavad, zamini maiti kabi nomlar bilan kiritilgan. Bunday yerlar xonning ruxsati bilan ayrim feodallar foydalanishi mumkin bo'lgan. Bundan tashqari urug' yoki qishloq jamoasi ixtiyorida esa yaylovlar, to'qaylar mavjud bo'lgan. Amlok yerlarni sotish yoki birovga taqdim etish yoki birorta diniy muassasaga vaqf qilib berishga ruxsat berilmagan. Lekin tarixda davlat yerlari bunday yerlarda qurilgan uskunalarni
sotish bahonasida sotilib boshqa bir shaxs qo'liga o'tganligi ma'lumdir. Davlat yerlarining katta qismini, ya'ni qo'llarga davlatga qarashli yerlarning katta qismini qo'lga kiritgan mulkdorlar o'zlariga tegishli yerlarni dehqonlarga turli shartlar asosida ijaraga berganlar. Shunday qilib, mulkdor shaxs amlokning nominal egasi bo'lgan feodal, ya'ni davlat bilan dehqon o'rtasida vositachi, ya'ni daromadning katta qismiga egalik qilish huquqiga ega bo'lgan. Ya'ni xususiy mulk yerlariga tegishli bo'lgan mulk yerlarining asosiy qismi, ya'ni mulk yerlari deb yuritilgan, bu mulk yerlari erkin sotilgan. Bundan tashqari katta yer egasi o'zlarining xususiy mulklaridan keladigan daromadga egalik qilgan. Mulk yerlarining davlatga qanday soliq to'laganlari haqida aniq ma'lumotga ega emasmiz, lekin ayrim hujjatlarning guvohlik berishicha 16-asrning ikkinchi yarmidan boshlab mulk egalari yerlarning bir qismi bo'lsa-da davlat solig'idan ozod qilingan. Ya'ni buning uchun qonunning maxsus farmoniga muvofiq mulk egasi yerning katta qismini, ko'pincha 4dan 3 qismini davlat foydasiga berishi yoki amlokka aylantirishi, qolgan kichik qismini esa 4dan 1 qismi yer egasini, ya'ni ixtiyorda qolishi shart bo'lgan. Bunday yerlar mulki hurri xolis yoki mulki xolis deb atalgan. Mulki hurri xolis yer egasi davlatga hech narsa to'lamagan. Ya'ni bunday, ya'ni biz yerga egalik qilishning 3-shakli bu vaqf yerlari hisoblanadi. Bu masjid, madrasa, xonaqoh va mozor va o'sha diniy muassasalarga tegishli bo'lgan yerlar. Vaqf yerlarini idora qilish huquqiga dastlab dindorlar orasida tayinlangan mutavalliga, ya'ni boshqarish huquqi berilgan. Bunday yerlardan keyinchalik ruhoniylar ko'proq o'z manfaatlari yo'lida foydalanganlar. 16-asrda diniy muassasalar foydasiga katta miqdorda vaqf yerlarini ajratilishi va ruhoniylarning katta yer egalariga aylanishiga qulay sharoit yaratilgan. Iqto atamasi 14-asr ikkinchi yarmidan boshlab garchi muomaladan chiqib o'z o'rnini turkiycha, ya'ni Suyurg'ol atamasiga bo'shatib bergan bo'lsa-da, Shayboniylar davrida ayrim manbalar hujjatlarida iqto atamasini ham uchratish mumkin. Chunki iqto, Suyurg'ol, Tanho, ya'ni atamalari yer mulki huquqining mazmuni jihatdan bir-biriga juda yaqin hisoblanadi. Ya'ni bunday yer mulklari davlat oldidagi ma'lum bir xizmatlari uchun, ya'ni hadya yoki in'om tariqasida berilgan mulk hisoblanadi. Suyurg'ol Shayboniylar davrida ham keng qo'llanilgan bo'lib, shahzodalar, yirik zodagonlar, nufuzli din peshvolariga ma'lum shart, imtiyozlar asosida berilgan yer mulk bo'lib, u nasldan naslga o'tgan. Ya'ni Suyurg'ol egasi davlatga to'lanadigan soliqlardan ozod qilingan bo'lib, u o'z Suyurg'olidan olingan daromadni o'z ixtiyoricha foydalangan. Bunday imtiyozli Suyurg'ol daribas Suyurg'ol deb ham atalgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Shayboniylar davrida mehnatkashlarning iqtisodiy ahvoli juda nochor bo'lgan, chunki ko'pchilik omma yersiz bo'lgan, ya'ni ijaraga yer olib ishlashga majbur bo'lgan, aholidan 20 ta turdan ortiq soliq va majburiyatlar olingan, asosiy soliq sug'oriladigan yerlardan olinadigan xiroj bo'lib daromadning 30-40% tashkil qilgan. Davlat muassasalari, qo'shin, xonadoni xarajatlarini qoplash uchun to'lanadigan soliqlar ixrojot deb atalgan.
ba'zan davlat pulga muhtoj bo'lib qolgan vaqtida ham turli xil soliqlar, majburiyatlarni joriy etishga ham majbur bo'lgan. Bugungi demak darsimizni mustahkamlash uchun hurmatli talabalar quyidagi savol va topshiriqlar bilan murojaat qilamiz.